O'zbek xalqimizda juda ajib va juda oqil nasihatlar juda ham ko'p. Shularning ayrimlari nafs haqida kelgan. Nafsni tiygan kishi sulton bo'lur, nafsni tiymagan kishi ulton bo'lur. Bu naql ham bejizga aytilgan emas. Nafs azaldan insoniyatning eng katta dushmani bo'libgina qolmay, u insoniyat aqlini ko'r, ishini shol, ruhiyatini esa tushkun qiluvchi bir illat sifatida qarab kelingan. Bizning ilmiy, sharqiy hamda nazariy xulosalarimizda nafsga quyidagicha ta'rif beriladi. Nafsning turlari 7 ga bo'linadi. Birinchisi, nafsi ammora, ya'ni kim insonni tamomila o'z jiloviga olgan, har qanday og'ir gunohlarga boshlovchi, tarbiyaga bo'ysunmagan, o'jar va nafis. Jaholatning bir aksi o'laroq bu nafs Qur'oni Karimning Yusuf surasida eslatiladi va insonlarga bunday nafsdan qutulish o'zlariga foyda keltirish haqida rivoyat keladi. Ikkinchi nafs, nafsi lavvoma. Bu nafs gunoh ishlarga qo'l urganda qiynala boshlagan, o'z xatolarini afsuslanish hissi paydo bo'lgan holda tushungan va insonlarning o'ziga o'zi savol beradigan nafs paydo bo'lishi bu nafsi lavvoma deb ataladi. Nafsi lavvoma haqida Qur'oni Karimning Qiyomat surasida eslanadi. Uchinchi nafs, nafsi muta'minna, ya'ni sokin muvozanatga erishgan nafs, xotirjam, gunohlardan tiyilgan nafsdir. Inson bu dunyoda mavjudligini anglay boshlaganda, odatda insonlarda nafsi muta'inna paydo bo'ladi. Bu nafs haqida Qur'oni Karimning Al-Fajr surasida eslanadi. To'rtinchi nafs, nafsi mulhama, ya'ni ilhomlangan nafs. Nafs tarbiyasining bu darajaga erishgan insonlar o'zlariga beminnat yordam ko'rsatadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bu nafs savob vaqti uchun o'zida ajratadigan, moli ketsa insonning ichi achimaydigan, mehnatini yaxshilik yo'lda ayamaydigan, umrini insoniyat, bashariyat rivoji uchun sarflaydigan insonlar uchun nafsi mulhama paydo bo'ladi. Beshinchi nafs, ya'ni nafsi marziya. Bu rozi bo'lgan nafs ma'nosini anglatadi. Alloh taqdir etgan yaxshi yomon ishlarga sabr qiluvchi, turmush og'irliklariga bardoshli, odamlarning noo'rin munosabatlarini xafa bo'libgina qilmaydigan, insonparvar, haqiqiy jadid bo'lgan insonning nafsi marziya deb ataladi. Nafsning bu pog'onasi inson benihoya o'ziga yordam beradigan va atrofdagi insonlar uchun gumanistik tafakkurda to'laqonli hayot kechira oladigan nafsdir. Oltinchi nafs, bu nafsi sofiya deb ataladi. Ya'ni dunyo orzu-havaslardan, obro' e'tibordan, intilish tamoyillaridan butkul forig'lik darajasiga erishgan nafs. Ya'ni oriflik maqomiga yetishish, pir murshidlar, valilar nafsi deb ham ataladi. Bu nafsda inson nimaniki topsa, avvalo jamiyat uchun, oila ahli uchun, insoniyat uchun, oxirat uchun va nihoyat o'zi uchun sarflaydigan nafsdir. Nafsning va nihoyat 7-chi pog'onasi bu nafsi komila, ya'ni komil bo'lgan nafs deb ataladi. Bu nafs insoniyatlardan faqatgina payg'ambarlarga nasib etadigan nafsdir. Chunki bu komila darajadagi nafs oddiy insonlar ko'tara olmaydigan darajada mukammaldir. Albatta, biz insonlar nafsi komilaga erishish yo'lida tinimsiz harakat qilishimiz, o'z nafsimizni doimo nazoratda ushlashimiz bizning nafaqat bu kunimiz, ertangi kunimiz va hayotimizning so'ngiga qadar farovon va yaxshi amallar bilan yashab o'tishimizni kafolatini beradi. Biz inson sifatida nafs bilan yaratilgan ekanmiz, demak nafsimiz bizni emas, biz nafsimizni boshqarishga moyil bo'lib yashashimiz kerak degan tamoyilga bir umr amal qilish har bir insonning va mo'minning vazifasi hisoblanadi.